Xo'sh, qani? Bizga o'zingizni tanishtirib bering-chi. Mening ismim Ibragimov Mirsaid va men 15 yoshda Toshkentga litseyga ish keldim. Kelajakda kim bo'lishni niyat qildingiz? To'liqcha aniq emas, lekin aniq fanlar va programmistga topshirmoqchiman. Assalomu alaykum. Men sizga bugun bitta tez aytishni aytib bermoqchiman. Siz bilan Ibragimov Mirsaid. Namanganda usta Musa puch pista fresh bo'lgan ekan. O'sha usta Musa puch pista freshning 63 put puch pistasi bo'lgan ekan. 63 put puch pistasi bo'lsa ham o'sha usta Musa puch pista fresh, 63 put puch pistasi bo'lmasa ham o'sha usta Musa puch pista fresh. Sizchi bir daqiqada necha marta qaytara olasiz? Ответlarni kommentariyalarda yozing. Sog' bo'ling.